Agar Saxaro markazidan sertifikat olishda muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz yoki rus tilini yetarlicha bilmasangiz, xavotir olmang. Malakali mutaxassislar jamoasi sizga quyidagi xizmatlarni tez va sifatli amalga oshirib beradi. Registratsiya, patent, pasport tarjimasi va har qanday hujjat ishlari. Eng asosiysi, xizmat haqqi ish yakunlagach amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Barchaga ma'lumki, marhum Qobuljonning o'ldirilishi jamiyatda katta norozilik va og'riqli muhokamaga sabab bo'ldi. Ushbu voqea yuzasidan Gold ham o'z fikrini ochiq bayon qildi. Neblagodarniy kaza yibani o'ldiribdi. Barcha musofir vatandoshlarimizga sabr toqatga chaqirdi va imkon bo'lsa vatanga qaytishni tavsiya qildi. Yaxshimi sizlarga ertalabdan aloqaga chiqolman va jahlim chiqibdi. Barcha musulmonlarning jahli chiqdi bu narsani ko'rib. 10 yoshlikmi, 12 yoshli bolani o'ldirishdi. Qayerdanligini so'rashibdi va dinini so'rashibdi va o'ldirishibdi. Bo'yniga pichoq urib. Shuningdek, Odilxon Kamolov ham bu fojiaga befarq bo'lmadi. Mana shu videodan keyin balki qamalarni o'rtoqlar, lekin to'g'risini aytish kerak. Bitta yosh bolachani dinini so'rayapti-da, millatini so'rayapti-da, prosta o'ldirib yuborishdi. Dahshat. Bundan tashqari Hayfman nomli Instagram foydalanuvchisi Qobuljonning onasi uchun Umra safarini hadya qilishni e'lon qildi. Umra jamiyati kompaniyasi bilan birgalikda Nilufar opamizni o'zlari xohlagan kun Allohning baytiga farzandlari va erlarni haqlariga duo qilishlari uchun jo'natishga qaror qildik. Tojiklar va o'zbeklar aslida ikki xil tilda gapiradigan bir millat. Qadrli do'stlar, videoni tomosha qiling va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Nima demoqchiman? Mana Rossiyada, boshqa davlatda ishlab yurgan musulmon yurtdoshlarimiz bor, boshqa bor. Chechenlar, Dagestonlar qanaqa birlashadi? Qanaqa bir-birini bitta Chechenga yo Dagestonga gapirib qo'yadigan bo'lsa, qanaqa yig'ilib ketishadi? Ko'zini pirillatmasdan. Bu neblagodarniy kaza yibani o'ldiribdi. Uni barcha musulmonlarning jahliga chiqdi bu narsa. Men o'z fikrimni bildirib ketaman, agar noto'g'ri gapirsam, kechirasizlar. O'zga yurtga yurganlar, yaqinlarimiz barcha Esingadagilar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, hamma barcha musulmonlar do'st bir-biriga. Biza bilganimiz shuncha. Biza bilmaganimiz, videoga chiqmaganlar qancha deb hisoblaysizlar bu narsani. O'zga yurtga mana bunday xor bo'lib yashagandan ko'ra, hamma o'z yurtiga qaytgani yaxshi deb hisoblayman. Odam boshqa shoh bo'lib yashar boshqa yurtga. O'z yurtiga lekin gado bo'lib yashasa ham farzandlarining yoniga, ota-onasining yoniga yashagani boshqacha deb hisoblayman. Odam o'ziga bo'lgan narsani aytib bergisi keladi. Men o'zimga bo'lgan narsani mana musofirda bo'lganman. Boshimga qiyinchilik kelgan. Sizlar bo'lmasanglar, farzandlaringiz siz uzoqqa bo'lsangiz, farzandlaringiz ko'ziga ishonch qochadi. Qanadir o'ziga bo'lgan ishonch qochadi. Yo akam bodir, yo otam bodir ularga qarab turayotgan deb hisoblasiz. Lekin sizni otangiz ham, sizni akangizni 20 tangiz ham ota bo'lib bera olmaydi farzandlarga. Farzand ko'ziga ishonch qochadi. Qizlaringizni, o'g'illaringizni. To'g'ri, o'zga yurtga ishlayapman, musofirga ishlayapman. Ota-onamga nimadir qilib beray, farzandlarim hech kimdan kam bo'lmasin deb ishlayapsizlar. Lekin inson 1 soatdan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Odam yillar davomiga nimadir qilaman deb niyat qiladi, to'g'ri. Lekin 1 soatdan keyin nima bo'lishini Alloh biladi. Odam o'z yurtiga, ota-onasining yoniga, farzandlarining yoniga, ahli ayolining yoniga bo'lib yashagani yaxshi. Rizq Allohdan. Mayli jab bo'lmasa araba tortsin, jab bo'lmasa taksilik qilsin. Mana shuncha odam o'z yurtiga ishlab, oilasini boqib, o'z yurtiga yurgani yaxshi. O'zga yurtga yurgan vaqtda ota-onasiga kasal bo'lib qolyapti, farzandiga nima bo'lib qolyapti? Inson o'zini o'zga yurtga qiynayapti deb o'ylayman. Men o'zimga bo'lgan narsa, menga ham bo'lgan, boshqa yurtga yurganman. O'zimizga yurgandan ham ko'ra zo'r yurganman. Lekin hamma o'z yurtiga bo'lgani, o'z yurtga yurgani yaxshi deb hisoblayman. Men qamalishimni bilib turib kelib qaytib keldim. Mayli shu narsani bitirib olay, qiyinchilikni o'tkazib olsam ham bitirib olay. Lekin o'z yurtimga yuraman. O'z menga ishongan xalqimning yoniga, farzandlarimni, ota-onamning yoniga bo'laman deb qaytib kelib, boshimga mana shunaqa narsalar ko'rib, mana o'z yurtimga bemalol yuribman. Shuning uchun musofirga yurganlarni aytaman. Gapim noto'g'ri bo'lsa kechiringlar. Lekin mana bunaqa qiynalgan, mana bunaqa narsalarni ko'rgandan ko'ra, hamma o'z yurtiga, xalqi, oilasining yoniga
bo'lgani yaxshiroq deb o'ylayman musofirdagilar. Men gapim shu, barcha musulmonlar jahliga chiqdi-da bu narsani ko'rgan narsa. Bizning qo'limizdan nima keladi? Mana shunaqa narsa gapirib, bir musofirdagilar bizning yaqinlarimizga bir ozroqgina fikr bildirib qo'ymoqchi bo'lamiz. Meni fikrim shu. O'z yurtga odam xalqining yoniga, o'z ishongan do'stlarining yoniga qaytgani yaxshi deb hisoblayman. Mujuki, rahmat, sog' bo'linglar. Tojikiston, O'zbekiston nomidan ta'ziyamizni qabul qiling. Bu voqea biz uchun ham juda ham dahshatli bo'ldi. Sababi bu oilani tarixi haqida eshitganimdan keyin yuragim parchalanib ketdi. Yaqinda Nilufar opamiz erlarini vafot etganlaridan so'ng bolalarini Rossiyaga olib kelib, shu yoqda musofirchilikda halol mehnat bilan farzandlarini ulg'ayishiga sharoit qilib berayotgandilar. Aynan Qobiljon o'lgan maktabda farrosh bo'lib ishlardilar. Ozgina vaqt o'tib, erlaridan so'ng farzandlarini ham qabrgacha kuzatib qo'yaptilar. Aynan shu voqeani eshitib, biz Umra jamiyati kompaniyasi bilan birgaligida Nilufar opamizni o'zlari xohlagan kun Allohning baytiga farzandlari va erlarning haqlariga duo qilishlari uchun jo'natishga qaror qildik. Tojiklar va o'zbeklar aslida ikki xil tilda gapiradigan bir millat. Biz har doim birgamiz. Tojikiston yana bir marotaba ta'ziyamizni qabul qiling.